Assalomu alaykum, hurmatli chiroyli qush kanalining ishqiboz akalarimizni, ukalarimizga, musofirlik birodar do'stlarimizga, yaxshimisizlar, tuzukmisizlar, charchamayapsizlarmi? Hammanglarning xonadoninglar tinchmi? Hammamizni xonadonlarimizga Alloh o'z rahmatlarini yog'dirsin. Toshkent shahar Olmazor tumanining Qoraqamish qush bozoriga tashrif buyurdik shanba kuni. Qani bugundan bir obzorlarni boshlaymiz. Mana hozir Yovvoyidamiz. Yo'da norchilik kimdan ekan bular? Norchilik egasi yo'q ekan bu yerda mana. Boshladik yana obzorlarimizni. Yo'dan boshlaymiz yana xudo xolasa. Sen etga nech pul berasan? Bu qora nech pul ekan aka? 150 ming. 150 ming sayrayaptimi bu? Yo'q. Ha, sayramayapti. Yangi 20 kun bo'ldi. Ha, yangi. Diye mana ukamiz mana. Kokil qatdiki ukam? Saratov. Nech pul bu Saratov? 400 ming so'raymiz. 400 ming? Norchichi? 150 ming so'raymiz. Maydon tol. Mesni o'zimizaniki. Suvdeni bersin, charchama ukam, rahmat. Bizlarni sog'ingan muxlislar bo'lsa, anchadan beri obzor qilmay qo'yuvdik. Ba'zi bir sabablarga ko'ra mana xudo xolasa boshladik yana obzorlarni. Sizlar duo qilib, like, podpiskalarni ko'paytirib bersanglar, sizlarga juda ham chiroyli obzorlarni qilib beramiz. Nech pul ekan bular? Hormanglar, assalomu alaykum. Olsam maylimi? 250 mingdan qatdiki bular. Saratov. Hamma Saratovmi? Ha. Saratov mana kokillar, do'raga ham bor ichida. 250 mingdan bo'pti bu yog'i. Bular ham shunaqami shunda? Bir xil Hammasi Saratov, ha? Rossiyskiy qushlar mana. Bular 250 ming so'mdan bular ham, ha? 250 mingdan ekan bular mana. Hormang. Savdosi yaxshi, tuzingiz olsam maylimi videoga? Nech pul bo'lyapti aka bu kokillar? 500 ming. 500 mingdan bular boqilgan, ha? Yillik. Qattiq qushlar bular? Mana Messi, Uskami. Ha, Uskami mana bunisi, ha? Qapasga yopishib turgan Uskamin ekan. Rahmat savdosi bersin, charchamang. Bu norchilar nech puldan ekan? Norchilar. Hormang, yaxshimisiz? Sog'lig'ingiz yaxshimi? 400 minggacha. Bular qat mesnimi yo'q? Mesni norchilar. O, nanay qushlari zo'r bo'ladi lekin. Rahmat savdosi bersin, charchamang. Mana norchilar nech pul ekan? 90 mingdan qatdiki bular? Bo'stonliq. Bo'stonliq norchilar 90 mingdan. Yaxshi, mana norchi zo'r ekan. Qushda qoldimi aka? Rahmat. Charchamanglar, savdolarni bersam. Aylanma olsam aka. Bu norchilar qatdiki aka, boqilgan ekan-a bular. Sayrab turibdimi hozir shunda? Nech puldan? Bular aka? 500 ming, 300 ming. Men qo'nodagi menimcha 500 ming bo'lsa kerak. Pastdagi 300 ming ekan, savdolarni bersa rahmat aka. Olaman mayli. Nech puldan norchilar? 30 mingdan. 30 mingdan ekan norchilar. Lekin qush bozorida odam ko'p. Bizlarni sog'ingan muxlislar ko'ramiz, qani like, podpiskalarni bong'illatasizlarmi yo'qmi? Ro'parosa chiroyli qushlar. Ro'parosa fevraldan beri dam oldik, mana endi boshladik bugundan kanalni. Bular ham sizlardanmi norchilar? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Chiroyli qushlar. Qalaysiz? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Anchadan beri video qo'yib. Bugun mana hozir chiqdik endi. Kokil olasizlarmi? Kokillar qatdiki bular? Qozoniki 180 ming so'mdan. 180 mingdan qozoniki mana. Bularni qushligi endi hozir o'zligini ko'rsata olmaymiz, lekin ancha bulardan qush olganmiz. Hammasi zo'r qushlar. Javob, atvet. Do'konligi shuna darvozani oldidagi chap qo'ldagi kiraverishdi. Xudo xolasa hammasi zo'r qushlar bularda. Ham norchilaringiz qatdiki? Qozoniki mana. Qozoni norchilari mana. Bular nech mingdan norchilar? 80 ming? Mana 80 mingdan norchilar, 100 ming, 80 ming. Advozing hamma. Kokilni nech pulga oldingiz? 180 bular. 180 ming oldingiz. Yaxshi qush oldingiz deydi. Maza qilib eshitding. Rahmat, savdolarni bersin, charchamanglar. Karoloklar nech pul bo'ldi? Aka, assalomu alaykum. 30 dan. Mana karoloklar 30 mingdan bo'lib ketibdi bu yog'i mana. Ko'ramiz. Savala norchilar ham 30 mingdan. Messi norchilar bular. Zomin norchilar. Endi ko'ramiz, qani qanchalik sizlar bizlarni sog'ingansizlar, sog'inmagansizlar. Bugun
kommentariyaga yozib qoldirasizlar agar qanaqadir nimalarnidir yana olishimiz kerak bo'lsa yozsanglar kommentariyaga o'shanga harakat qilib beramiz. Mana bu yerda chijda nechi pul ekan? 50 dan, ular qattiq chijlar mesniya, bo'stonli. Bo'stonli chijlari mana 50 ming so'mdan dotdi. Norchilar ham siznikimi shunda? Bu ham bo'stonli, ha? Bular nechi puldan bo'stonli norchilaringiz? 30 ming so'mdan ekan norchilar. Mas'uliyatlarni bersin, charchamaylar. Ham chertmalar nechi pul ekan? Hormay, assalomu alaykum. Charchamayapsizmi? Chertmalar ko'payib ketibdi mana. Yovoyning sezoni keldi-da. Mana to'rburchak qilib yasashibdi. Hamda dumaloqlar bor, zanglamaydigani bor mana. Bu nechi puldan bu? 100 ming. Bular 100 mingdan ekan zanglamaydiganlari. Bu 80 ming ekan. Rahmat, charchamaylar. Mana shu norchilaringiz nechi pul ekan? Hormay, assalomu alaykum. 100 dollarga qaysi biri? Ha? Ikkitasimi? Mana. Ha, 10 qo'llik. Mana shu yoqqa o'tgani 100 dollarda otdilar. Nimasi bor buni endi 100 dollarga? Qayrog'i bor, bindi bor. Ha, o'shanchuna. Pastigilari nechi puldan? 400 mingdan, ha? Pastiki bu o'qishni shunda? Messisi ham bor, qozog'i ham bor. Ha, mesli qozoq aralash ekan. Rahmat. Hamma 6 oy. Hop, endi bu yoqda shuni o'tib olaylik. Uzr. To'g'risi bor, bitta dona dili ketdi oldim. Masalan, to'g'ri. Norchilar nechi pul ekan? Aka, assalomu alaykum. 100 mingdan o'rtoq. 100 mingdan norchilar. Mesli norchilar bular, ha? 100 mingdan ekan. To'g'ri, roziman. Tekinga so'ramayapman. Ham reperlaringiz nechi puldan? 50 ming. Reperlar 50 mingdan ekan. 5 mingga to'lasizmi? Lekin men o'zim ham menga balet qilib, chiroyli qushlar kanalining ishqibozlarini sog'inganman. Bugunga nasib qilgan ekan, obzorlarimizni boshladik, obzorni yana. Sizlardan bilasizlar nimaligini? Like, podpiskani esdan chiqazmaysizlar. Ham chiroyli qush chiqqan ekan mana. Nechi pul bo'ldi bular? Ha? 1 milliondan 1 million. Siznikimi bu? Ular okam. Ha, 1 milliondan ekan. Sizniki? 8 mingdan aka. Shu faqat video emas, buni olib borib uzoqda tomosha qilib o'tira olmaysiz. Sayrog'ini eshitganingizdan keyin aytasiz. Telefonimni yozib olasiz. 8 mingga kokil berdik. 8 mingami? Kokillaringiz nechi pul ekan? Ukam, hormay, sonlaringiz yaxshimi? 300 mingdan. Qattiqmi bu kokillar? Qozoq. Qozoq kokil 300 ming so'mda otdilar mana. O'tib beradigan joyi bor. O'tadigan joyi bor. Sayrab turibdim bilan yo'q. Bir oylik qush. Bir oylik bo'ldi. Demak eshitgansiz. Ovoz chiqib bo'lgan. Ha, rahmat, so'zingizni bersin. Charchamang, rahmat. Odam ko'p, har doimgidek qush bozorida. Zo'rg'a obzorlar qo'yamiz mana yana. Sekin-sekin. Norchilar nechi pul ekan? Ukam, hormay, sonlaringiz yaxshimi? 20 da qattiq norchilari bular. Juda ham malado ekan, ha. Qattiq norchilari. Qozon norchilar, 20 ming. Hammasini oling, 75 dan. Ha, yaxshi. Bu kokillar 75 danmi? Qattiq kokillari bular. Ha, hammasi 75 dan. Qozoq kokillar. 75 mingdan ekan, hammasi deyaptilar. Ha, mana bu yerdagilar-chi. Bularni 120 ming qilib beramiz. Bu ham qozoq, ha? Bu ham qozoq. Ha, 120 mingdan ekan bu kokillar. Zilmishga ancha bo'ldi ko'rmaganimizga. Zilmishga. Nechi pulga oldingiz aka buni? 10 mingga oldim, aka. Yaxshi. Ancha bo'ldi ko'rmaganimizga. Rahmat. So'zinglarni bersin, charchamaylar. Mana bu oq boshni ish Harakat qilamiz endi mana sizga polniy obzor ko'rsatib beraman. Bozorni ham ko'p. Karolok nechi puldan ekan aka? 25 dan. 25 mingdan karolok mana. Rahmat, shu norchilaringiz. O'sam mayli videoga. Salom. Norchilar 100 mingdan ekan. Qattiqki bo'lish shunda? Surxonmi? Chakay norchilar. 100 mingdan deyaptilar mana. Rahmat.
Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Aka, xonadonlar tinchmi? Rahmat, qalaysiz? Sonlarınız yaxshimi? Norchilar ish bilan bo'ldi. 50 mingdan sotilyapti. 50 mingdan? Ha, mana 100 mingdan. Ha, bular 50 ming. Qattiqmi bu 50 ming deydi? Bu Surxon bilan. Surxonmi? Mana bular Krasnogor. Ha, bular Krasnogorlar. Ha, Bu Krasnogorni ish bu. 100 mingdan. 100 mingdan ekan. Chish. 280 ming. 280 ming. Ha. Mana bu repillar ish bu. Bu repli 100 mingdan boqilgan bular. Mana bu norchilar 90 dan. Norchi 90 ming, repillar 100 mingdan boqilgan ekan. Bam karalok Karaloglar 35 ming so'mdan. 20 kunlik. 20 kunlik karaloklar 35 mingdan. Savdongizni esa rahmat, charchamang. Alloh rozi bo'lsin. Salomat bo'ling. Salomat bo'ling. Charchamang. Tabii aka. Yo'q. Ya odam muomil. Rahmat. Sog' bo'ling. Charchamang. Zo'rg'a yurimiz. Hozir endi Amitda ham chertmalar bor ekan. Bu chertmalar ne ish bo'lar ekan? 100 ming so'mda. Chertmalar 100 mingdan ekan mana. 120 ming. Mana bunisini ish bilaydi? Buni 150 qilib beraman. 150 tortmali. Xo'sh. Ash norchilar ish bilan ekan. 150 dan qilib. Qattiqki bular aka, assalomu alaykum. Angren norchilar. Angren norchilar 150 dan ekan. Aka, mana shu kokulingizni ish bu. Assalomu alaykum. Kokulni ish bilman bular? 150. Ovommi, maylimi aka? Videoga. 250 mingdan qattiq kokullari bular. Sarat. Rossiyskiy kokullar mana. 250 mingdan ortida. Kokullar ish bilan 250 ming. Rahmat aka. Ash kokulni ish bilan ekan. Bormi aka, assalomu alaykum. Maylimi, olsam? 300 ming qattiqmi shuni? Saratov kokula. Saratov kokul mana 300 ming so'm ekan. Norchi. Norchi Messi 150. Ha, Norchi Messi 150 ming, ha. Karaloklaringizni ish bo'ldi. 15 mingdan, ha. Vo, zilonushkalar ham chiqdi-yu aka. Necha pul zilonushkalaringiz? 15 mingmi? Mana anaqa nima edi bu? Sinitsa, Buxarskiy. Bu necha pul sinitsangiz? Bizani kuzatayotgan, bizani ko'rayotganlar uchun yengillik mana. Hamid dodamizni anchadan beri sog'inganlar bo'lsa, mana Hamid dodamiz mana. Assalomu alaykum. Dodam qalaysiz? Sonlaringiz yaxshimi? Safarlarga yaxshi borib keldingizmi? Biz ham sizni sog'inganmiz, muxlislaringiz vobshe qalla dodamni qo'yishmaydi. Kanalni to'xtatib qo'ygan bo'lsak ham yozishadi lekin dodam qalla deb. Nimalar olib chiqdingiz dodam bugun? Norchilar, galka arzon hammasi. Arzon. Necha pul norchilaringiz? 30 ming, 40 ming, 50 ming. 30 ming, 40 ming, 50 ming. Qaysi pulni necha puldan bu 30 mingdan? 40 mingdan, ha? Qattiqki bular doda? Bular o'zimizlarniki, Messi. Mesli norchilar. Ha. 50 mingliklaringiz qaysi? Mana mashina. Ben pastigilar, ha? Pastigilar. Ben kokilchi kokil. 500 ming. Qattiqki bu kokil. Odamlar. Dodamnikimi? Ha, rossiyskiymi doda yo meslimi? Yillik kokil ekan. Chiroyli chiqdi. Qo'y. Lenta bo'lmasa Ana Hamid dodam biz yaxshi norchi olib chiqqan ekanlar. Bu necha pullik norchi bu? 300 ming. 300 ming, ha? Yillik. Hamid dodam nomerlarini esdan chiqarib qo'yganlar uchun yetib o'tamiz 97 bilan 706 0301. Telefon qilsanglar, xonashdagi qushlar qaysi birdir ma'qul kelib qo'ygan bo'lsa, shunday chiqarib yuboradilar dastlabki qilib. Vaqtasiga ham boramiz. Ha, doda tanjoningiz sog' bo'lsin, charchamang. Sog' bo'lgan salomat. Duolarda eslab turing. Duodama. Rahmat. Hozir yana harakatdaman. Bo'ldi. Rahmat. Hop. Hop, bu yoqda mana Akmalni o'zini ko'rsatmaymiz-ku, lekin Akmalni qushlarini ko'rsatamiz mana. Jo'rli nechi puldan Akmal aka? 50 ming so'm. Jo'rli 50 mingdan. Boqilgan, ha? Mana qoralaricha qoralar. Qoralar 300 ming so'm. Sayrab turibdimi bular? Bittasi sayrovat, bittasi yangi. Qoralar 300 ming. Qaysi biri aka? Qizillari Chichivitsa Archovi. Archovi Chichivitsa nechi pul? Archovi Chichivitsa? Archovi Chichivitsa para 400 ming so'm, Dubanos 500 ming so'm para. Ha, Dubanos 500 ming pari ekan.
Ha, chichivitsa. Sen nima sayriydi? Zo'r sayriydi aka bular ham. Mana bular nechi pul edi uka? 100 ming so'mdan ha? Bu 100 ming so'mdan ekan. Ha, risheyka ekan bu. 100 ming so'mdan donasi. Qani saralangan qushlar qani Akmal aka? Ha, kokullar ham sizlardanmi? Kokullar nechi puldan bu? Akmal, saralangan qushlar qani? Uni sotib ketdi aka. Böyle 100 mingdanmi? Kokullar 100 mingdan ekan. Norchi. Norchi nechi pullar? 25 ming ha? Bir xil 25 ming. Nesni ya bular? Bu yoqda mana norchilar, nechi pul norchilaringiz aka? Ham norchi 100 dan. Nimasini ko'rsatib beryapsiz buni? Narligini. Ha, narligini, patta savdo bo'ladi. Ham kokullaringiz nechi pul? Bo'ladigan 200. 200 ming bular. Qattiqmi bular aka, rossiyskimi? Rossiyskiy. Narigi ham ha? Rossiyskiy kokullar ekan. Bo'pti aka, charchamang. Rossiyskiy sinitsalar mana 150 ming qilib berishayotgan ekan parini. Bizlarni kuzatib borayotgan chiroyli qush kanalining ishqibozlari, sizlardan like, podpiska. Bundan keyin xudo xolis harakat qilamiz. Yaxshi obzorlarni qilib bergani, kamko'stiga rozi bo'lasizlar. Hammanglarni xonadoningizga tinchlik, xotirjamlik, yana sizlar bilan suhbatlashamiz xudo xolisa. Tan joyinglar sog' bo'lsin. Rahmat.